Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Max klinikasining Dvarkadagi filialidagi ginekolog-onkolog doktor Sarita Kumari bilan ayollarda uchraydigan o'smalar, ya'ni saraton kasalliklari haqida umumiy ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Hello ma'am, thank you for your time. So we have few questions regarding the cancers which are mainly related to the gynae. So I will you can give small introduction of yourself, then I'll start giving questions. Sure. So hello everyone. Salom hammaga. Men doktor Sarita Kumari, ginekologik onkologman. Ya'ni men ayollarda uchraydigan saraton kasalliklari bilan shug'ullanaman. Bularga bachadon bo'yni, tuxumdon, bachadon, ko'krak, shuningdek qin va tashqi jinsiy a'zolar saratonlari kiradi. Bundan tashqari, biz bachadon va tuxumdonlarda uchraydigan g'ayritabiiy o'smalar, masalan, tuxumdon kistalari yoki katta miomalarni ham muntazam davolaymiz. Demak, doktorimiz juda ham ayollarga kerakli bo'lgan shifokor ekan, chunki ko'pchilik O'zbekistonda ayollarimizda onkologiya juda ham ko'p uchramoqda va ular xijolat bo'lishadi, misol uchun erkak shifokorlarga borishga, chunki asosan onkologlar bizada shunaqa bo'ladi. O'sha uchun bular spetsialniy o'sha ayollarni organlarida bo'ladigan saraton kasalliklari haqida, saraton kasalliklariga uchraganlarda operatsiya, jarrohlik amaliyotlari amalga oshirar ekan. Demak, birinchi bizda savol bo'ladi, bu o'simtalarning kelib chiqish sabablari va qaysi yoshlarda kelib chiqishi mumkin bu ayollarda va nimalar qilish kerak bu kasallikni oldini olish uchun yoki oldindan aniqlash uchun, shular haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Har bir saraton turi uchun ma'lum xavf omillari mavjud. Ya'ni, agar bu omillar sizda bo'lsa, kasallik rivojlanish ehtimoli ortadi. Keling, buni birma-bir ko'rib chiqamiz. Avvalo, ko'krak saratoni haqida. Bu kasallik ko'proq ortiqcha vaznli ayollarda uchraydi. Ya'ni tana massasi indeksi yuqori bo'lsa va organizmda ortiqcha yog' to'plangan bo'lsa, xavf oshadi. Shuningdek, spirtli ichimlik iste'moli ham muhim omillardan biri. Ma'lum me'yorlar mavjud bo'lsa-da, ko'p miqdorda ichish ko'krak saratoni xavfini oshiradi. Yana bir muhim omil oilaviy tarix. Agar yaqin qarindoshlaringiz orasida ko'krak yoki tuxumdon saratoni bilan kasallanganlar bo'lsa, sizda ham ushbu kasallik rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, yosh, nazorat qilib bo'lmaydigan omil. Shuningdek, kam harakatli turmush tarzi, uzoq vaqt o'tirib ishlash ham organizmda yog' to'planishiga olib keladi va bu ham xavfni oshiradi. Endi esa ikkinchi eng ko'p uchraydigan saraton bachadon bo'yni saratoni haqida gaplashamiz. Bu kasallik bachadonning pastki qismida rivojlanadi va uning asosiy sababi inson papilloma virusi, HPV hisoblanadi. Bu virus juda keng tarqalgan. Taxminan ayollarning 80% hayoti davomida kamida bir marta ushbu virus bilan zararlanadi. Ammo yaxshi tomoni shundaki, 95% hollarda organizm virusni o'zi yo'q qiladi. Lekin agar ayolda yuqori xavf omillari mavjud bo'lsa, masalan, xavfli jinsiy hayot, tez-tez infeksiyalar, virus uzoq vaqt saqlanib qoladi va natijada saraton rivojlanishi mumkin. Bundan tashqari, ko'p tug'ruq, ya'ni 5 tadan ortiq tug'ruq, uzoq vaqt davom etayotgan ajralmalar ham muhim belgilar hisoblanadi. Afsuski, ko'pchilik bu simptomlarni e'tiborsiz qoldiradi va vaqtida tekshiruvdan o'tmaydi. Endi tuxumdon saratoni haqida. Bu kasallik ko'proq menopauza davridagi ayollarda uchraydi. Agar oilada ko'krak yoki tuxumdon saratoni bo'lgan bo'lsa, xavf yanada oshadi. Ayniqsa BRCA1 yoki BRCA2 gen mutatsiyasi mavjud bo'lsa, ko'krak saratoni xavfi 90% gacha, tuxumdon saratoni esa 70-80% gacha yetadi. Bundan tashqari, chekish va semizlik ham umumiy xavf omillari hisoblanadi. Endi bachadon saratoni haqida. Bu kasallik asosan estrogen gormoni ortiqchaligi bilan bog'liq bo'lib, ko'proq ortiqcha vaznli ayollarda uchraydi. Shuningdek, qandli diabet, yuqori qon bosimi va qalqonsimon bez kasalliklari ham ushbu kasallik xavfini oshiradi. Bu turdagi saraton ko'proq rivojlangan mamlakatlarda uchraydi. Demak, bu kasallik
kasalliklarni ko'pchiligiga sabab endi umumiy bitta narsa kelib chiqdi. Ko'pchilik bemorlarda bo'ladigan semizlik ham bu saratonga olib kelishi mumkin ekan. To'g'risi bu narsa haqida o'zim ham birinchi marta eshitdim. Endi esa bu kasallikning oldini olish choralari bormi? Qanday ehtiyot choralarini ko'rishimiz mumkin va bu kasallikni aniqlash uchun skrining testlari bormi? Kasallik ma'lum bir yoshda uchraydimi yoki yosh bemorlarimizda ham, ayollarimizda ham uchrashi mumkinmi? Endi yosh ko'rsatkichlari haqida. Ko'krak saratoni uchun o'rtacha yosh 45. Bu nisbatan yosh davr hisoblanadi. Shuning uchun ayollar davolanishdan keyin ham uzoq yillar yashaydi. Bachadon bo'yni saratoni uchun o'rtacha yosh 50. Bachadon va tuxumdon saratonlari esa ko'proq menopauzadan keyin, ya'ni 60-65 yosh oralig'ida uchraydi. Endi profilaktika haqida. Ha, ayrim saraton turlarining oldini olish mumkin. Ko'krak saratoni uchun mammografiya mavjud. Bu oddiy rentgen tekshiruv bo'lib, 40 yoshdan keyin barcha ayollar uchun tavsiya etiladi. Agar oilaviy xavf mavjud bo'lsa, tekshiruvni 25 yoshdan boshlash mumkin. Bachadon bo'yni saratoni uchun esa pap smear, ya'ni namuna olib tekshirish yoki HPV inson papilloma virusi testi mavjud. Bu test orqali virus aniqlanadi. Agar natija musbat bo'lsa, qo'shimcha tekshiruvlar o'tkaziladi. Agar manfiy bo'lsa, 5 yildan keyin qayta tekshiruv tavsiya etiladi. Eng muhimi, inson papilloma virusi uchun vaksina mavjud. U juda qimmat emas va ayniqsa yosh qizlarda juda samarali. Restoranga borib aytadigan bo'lsak, 5000 rupiya bizning pulimizda pul sarflaymiz. Lekin vaksinaga ahamiyat bermaymiz. 20 yoshgacha qabul qilinganda hatto bir dona doza ham 99,9% himoya berishi mumkin. Ammo bachadon va tuxumdon saratonlari uchun maxsus skrining mavjud emas. Shu sababli har qanday noodatiy simptomlarda darhol shifokorga murojaat qilish juda muhim. Demak, bu kasalliklarni oldini olish mumkin ekan va yuqorida aytib o'tilganday bitta vaksina bilan даже bu kasalliklarning bir turini 99,9% oldini olish mumkin ekan. Demak, bulardan xabardor bo'lishimiz juda ham muhim. Xo'p, endi bizda keyingi savol bo'ladi, kasallik aniqlangandan keyin qanday davo yo'llari mavjud? Jarrohlik amaliyoti yoki konservativ lecheniya qaysi biri biz uchun ma'qul bo'ladi va qanday holatlarda? Ma'am, if the cancer is detected, for example, what will be the plan of treatment in short, like usually surgery or like chemotherapy, like how it will be decided? Yes, so once Endi davolash haqida qisqacha. Ko'krak saratonida avvalo biopsiya qilinadi. Agar tashxis tasdiqlansa, keyin PET skan yoki boshqa tekshiruvlar orqali kasallik tarqalgan-tarqalmagani aniqlanadi. Agar saraton tarqalmagan bo'lsa, operatsiya qilinadi. Agar tarqalgan bo'lsa, kimyoterapiya boshlanadi. Ba'zi hollarda radioterapiya ham qo'llaniladi. Bachadon bo'yni saratonida erta bosqichda operatsiya bilan davolanadi va bemorlarning 90% dan ortig'i tuzaladi. Agar kasallik kech bosqichda bo'lsa, kimyo va radioterapiya birgalikda qo'llaniladi. Bachadon saratonida asosiy davolash usuli operatsiya. Faqat ayrim hollarda qo'shimcha davolash talab qilinadi. Tuxumdon saratoni esa ko'pincha kech aniqlanadi. Shu sababli davolash murakkabroq bo'ladi. Ba'zida operatsiya 10 dan 12 soatgacha davom etadi. Bu operatsiya ginekologiyadagi eng katta operatsiya hisoblanadi. Ayrim hollarda esa avval kimyoterapiya berilib, keyin operatsiya amalga oshiriladi. Eng muhimi, deyarli har bir holatda davolash imkoniyati mavjud. Demak, onkologiya aniqlandi degani bu hech qanaqa davosi yo'q, bu bemor umrini oxirini yashayapti degani emas ekan. Agar 1% holatlardagina bizda bo'lishi mumkin, bemor kelganda biza hech narsa taklif qila olmaydigan holat, unda ham bemor juda ham og'ir holatda kelsa. Lekin qolgan 99% holatlarda biz bemorga holatiga qarab to'g'ri tavsiyalarni bera olar ekanmiz. Xo'p, endi ko'pchilikka qiziq bo'ladigan savol, demak, davolash yo'llarini ko'rdik. Asosan jarrohlik amaliyoti, kimyoterapiya yoki nur terapiyasi yordamida ekan. Endi bu kasallikni o'zi 100% davolasa bo'ladimi? Endi ginekologik saratonlarda yashab qolish ko'rsatkichlari haqida gaplashamiz.
Umuman olganda, bu turdagi saratonlarda natijalar boshqa ayrim og'ir saratonlarga qaraganda yaxshiroq. Masalan, ko'krak saratonida 5 yillik yashash darajasi 80-90% dan yuqori. Hatto ayrim bemorlar 20-25 yil va undan ko'proq yashashadi. Ba'zi hollarda davolanishdan keyin homilador bo'lish ham mumkin. Albatta, bu ko'rsatkich kasallik bosqichiga bog'liq. Agar kasallik kech aniqlansa, natijalar biroz pasayadi. Ammo eng og'ir holatlarda ham yashash imkoniyati 50% dan yuqori bo'lib qoladi. Bachadon bo'yni va bachadon saratonlarida ham erta bosqichda natijalar juda yaxshi, 80-90% gacha. Ammo kech bosqichda bu ko'rsatkich 30-40% gacha tushishi mumkin. Tuxumdon saratonida esa bu ko'rsatkich 30-40% atrofida, chunki u ko'pincha kech aniqlanadi. Onkologiya hammamiz o'ylaganchalik davosiz emas ekan. Yuqoridagi raqamlarga agar e'tibor beradigan bo'lsak, sizda juda ham katta imkoniyat bor degani bu. Demak, bu kasalliklarning davosi bor ekan. Endi biz buni qanaqa qilib bilamiz? Oddiy odam masalan bu narsani bilmasligi mumkin. Demak, bu narsaning simptomlari haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak. What are the symptoms of this problems? For example, the last which we have told, there is no screening or precautions. So what will be the symptoms so that they'll be aware of it? Okay, so today Endi eng muhim qism simptomlar. Agar siz ko'kragingizda yo'qolmayotgan, kattalashayotgan yoki qattiqlashayotgan shish sezsangiz, bu jiddiy signal hisoblanadi. Ayniqsa ko'krakdan qonli ajralma bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Shuningdek, sababsiz vazn yo'qotish, ishtaha pasayishi va doimiy charchoq ham umumiy xavotirli belgilar hisoblanadi. Ginekologik belgilar orasida esa jinsiy aloqadan keyin qon kelishi, uzoq davom etuvchi ajralmalar, tuxumdon kistasining kattalashib borishi, katta miomalar, hayz siklining buzilishi yoki juda kuchli qon ketishlar muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, jinsiy aloqada og'riq, jinsiy a'zolar sohasida shish yoki o'zgarishlar ham e'tiborsiz qoldirilmasligi kerak. Agar qorin hajmi kattalashib borayotgan bo'lsa yoki tez to'yib qolish hissi paydo bo'lsa, sababsiz ishtaha yo'qolishi bu ham muhim belgilar hisoblanadi. Demak, sizda ham yuqorida sanab o'tilgan simptomlar bo'lsa, bularga e'tiborsiz bo'lmasdan bizga murojaat qilishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, agar sizda yuqoridagi belgilar mavjud bo'lsa, tekshiruv natijalari bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki qo'shimcha maslahat olishni istasangiz, mutaxassisga murojaat qiling. Men doktor Sarita, Hindistonning Dehli shahridagi Max Hospital Dvarka klinikasida faoliyat yuritaman. Biz ayollardagi saraton kasalliklarini kompleks davolashga ixtisoslashganmiz. Biz nafaqat kasallikni davolash, balki imkon qadar ayollarning farzand ko'rish qobiliyatini saqlab qolishga ham harakat qilamiz. Jamoamiz tarkibida tajribali mutaxassislar, jarroh, radiolog, tibbiy onkologlar mavjud bo'lib, zamonaviy texnologiyalar, PET skan, ilhor va robotik operatsiyalar orqali davolash olib boriladi. Shuni unutmang, davolanish natijasi ko'p jihatdan siz murojaat qilgan tibbiy jamoaga bog'liq. To'g'ri yondashuv va zamonaviy imkoniyatlar bilan yaxshi natijalarga erishish mumkin. Rahmat.